Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz tashqi savdoni tartibga solishni notarif metodlari. Biz bundan oldingi darsda tashqi savdoni tartibga solishni tarif metodlari bilan tanishib chiqqandik. Bugun esa biz demak notarif metodlar bilan tanishib chiqamiz. Tashqi savdoni tartibga solishni tarif metodlari bu bevosita soliqlar qo'llashga asoslangan edi. Notarif metodlar esa bevosita tovarlarni ayirboshlashda qo'llaniladigan cheklovlar orqali demak amalga oshiriladi. Bu mavzuni o'tganda biz demak quyidagi rejalar asosida amalga oshiramiz. Tashqi savdoni tartibga solishni notarif metodlari, notarif metodlarni guruhlanishi va tovar ayirboshlashni notarif usullari va notarif cheklovlarning ta'siri hamda notarif cheklovlarning ijobiy va salbiy tomonlari. Tashqi savdoni tartibga solishni notarif metodlari deganda nimani tushunamiz? Demak, tovar ayirboshlashda ta'sir qilish dastaklari, ya'ni mamlakatda olib kirilayotgan yoki chetga chiqarilayotgan mahsulotlarni hajmi bilan nomenklaturasini demak bevosita cheklashni bildiradi. Notarif usullar ham o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Miqdoriy cheklovlar, moliyaviy cheklovlar, yashirin cheklovlar va noiqtisodiy cheklovlar. Miqdoriy cheklovlar deganda nimani tushunamiz? Ya'ni tovarlarni eksport va import qilishda qo'llaniladigan miqdoriy cheklovlar bo'lib hisoblanadi. Bularni biz ko'pincha qaysi dastaklar orqali amalga oshiramiz? Demak, kvotalash orqali, kontingentlash orqali va litsenziyalash orqali amalga oshiramiz. Ikkinchisi moliyaviy cheklovlar. Demak, moliyaviy cheklovlar ham tovarlarni eksport va import qilinishda moliyaviy cheklovlarni o'z ichiga oladi va bularga biz demak subsidiyalar orqali, depozitlar orqali hamda valyuta kursiga aralashuv shaklida demak qo'llashimiz mumkin. Yashirin cheklovlar tovarni eksport va import qilish jarayonida qonun va qoidalarga amal qilish orqali ularga demak cheklovlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Demak, bu cheklovlarga nimalarni kiritishimiz mumkin? Texnik to'siqlar, standartlar, sanitariya va fitosanitariya talablari, kelib chiqish sertifikatlari yoki bojxona rasmiylashtiruvchi hujjatlarni keltirishimiz mumkin. Noiqtisodiy cheklovlar. Demak, noiqtisodiy cheklovlar ham tovarlarni eksport va import qilish jarayonida iqtisodiy emas deyapmiz, balki o'sha turli xil siyosiy bo'lgan va harbiy sabablarga ko'ra turli cheklovlarni demak amalga oshirishi mumkin. Bunday cheklovlarni biz ko'pincha embargo yoki turli mamlakatlar o'rtasida o'rnatilayotgan iqtisodiy sanksiyalar orqali demak qo'llashimiz mumkin. Demak, bu jadvalda notarif usullarni qaysi dastaklar orqali qo'llashimiz ko'rsatib o'tilgan. Masalan, yashirin, moliyaviy va noiqtisodiy miqdoriy demak notarif usullarni kvotalash, litsenziyalash, eksportni ixtiyoriy cheklash, davlat xaridlari, texnik to'siqlar, soliq yig'imlar, subsidiya, kreditlar, demak demping va milliy rejim hamda mumkin qadar qulaylik yaratish rejimi asosida demak amalga oshirishimiz mumkin. Endi har bir o'sha dastak haqida qisqacha sizga tushunchalarni aytib o'tamiz. Demak, kvotalash deganda nimani tushunamiz? Albatta, har bir mamlakat belgilangan vaqt davomida eksport qilinishi mumkin bo'lgan va import qilinishi mumkin bo'lgan tovarlar miqdorini belgilash orqali amalga oshiriladi. Demak, kvotalar orqali o'sha mamlakatga demak ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish uchun yoki ma'lum bir tovarlarni o'sha importini cheklash uchun demak bu kvotalash belgilanadi. Yo'nalishiga qarab kvotalash o'z navbatida 4 ta turga bo'linadi. Eksport kvotasi, import kvotasi va global kvotalar hamda individual kvotalar. Endi eksport kvotasi albatta o'sha mamlakatning eksport kvotasi uchun belgilanadi. Ma'lum bir tavardagi tovarlarni o'sha chet elga chiqishini cheklash orqali, import kvotasi esa boshqa davlatlar tomonidan belgilanadi, ya'ni shu tovarlarning mamlakatga kirishini cheklaydi. Global kvotalar esa bu qaysi mamlakatga o'sha eksport va import qilinishidan qat'iy nazar eksport va import dunyo miqyosida demak bu kvotalar belgilanadi. Individual kvotalar esa demak o'sha global kvota doirasida ma'lum bir demak tovarlarni eksport va import qilish uchun har bir mamlakatga nisbatan bu belgilanadi. Litsenziya. Demak, litsenziya bu mutasaddi davlat organlari tomonidan tashqi siyosatni amalga oshirishda demak o'sha eksport va import jarayonlarini amalga oshirishda ruxsat beriladigan yozma ruxsatnoma. Litsenziya ham o'z navbatida 4 ta turga bo'linadi. Bir marotabalik litsenziya, bosh litsenziya, global litsenziya va avtomatik litsenziya. Demak, bir marotabalik litsenziya bu davlat tomonidan biror bir firma bitta tashqi savdo siyosatini amalga oshirishda
1 yilgacha muddatga demak tovarni olib kirishi yoki olib chiqishi uchun beriladigan yozma ruxsatnoma. Bosh litsenziya demak 1 yilda o'sha 1 yil mobaynida ma'lum bir hajmdagi tovarni, ya'ni cheklanmagan miqdordagi tovarni import yoki eksport qilish uchun beriladigan ruxsatnoma. Global litsenziya esa ma'lum bir vaqt davomida dunyoni xohlagan demak mamlakatiga cheklanmagan miqdorda tovarlarni ma'lum bir miqdorda yoki ma'lum bir qiymatda demak olib kirishi yoki chiqishi uchun beriladigan ruxsatnoma. Va avtomatik litsenziya bu eksportyor va importyor buyurtmasiga muvofiq davlat tomonidan darhol demak beriladigan yozma ruxsatnoma bo'lib hisoblanadi. Eksportni ixtiyoriy cheklash. Demak bu ham yuqoridagi notarif metodlarni bir dastagi bo'lib hisoblanadi. Demak hukumat tomonidan odatda yirik importyor davlatni demak siyosiy bosim ostida eksportni ixtiyoriy cheklash joriy qilinadi. Yashirin proteksionizmning turlari. Demak proteksionizm siyosati nima ekanligini biz ilgari oldingi darsda ham sizga tushuntirib o'tdik. Ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatchilardan himoya qilish uchun davlat o'tkazadigan o'sha siyosat. Endi bu siyosatni ham ma'lum turlari bor. Davlat xaridi, mahalliy komponentlarni ushlab turish, texnik to'siqlar, soliqlar va yig'imlar. Savdo siyosatini moliyaviy metodlar endi. Demak, notarif usullarni bir usuli bo'lib hisoblanib, bu metodlar, ya'ni moliyaviy metodlar subsidiya dastagi orqali ham amalga oshiriladi. Demak, subsidiya bu o'sha milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va importni bilvosita kamsitishga qaratilgan davlat byudjetidan ajratiladigan pul to'lovlari bo'lib hisoblanadi. Demak, bu subsidiya ham o'z navbatida ichki va eksport subsidiyalariga bo'linadi. Kreditlash. Demak, milliy eksportyorlarga bevosita subsidiyalashga kreditlar berish, davlat banklari tomonidan bozor stavkasidan past stavkada kreditlar ajratish, kredit bergan mamlakat tovarini sotib olish sharti bilan xorijiy importyorlarga davlat kreditlarini berish hamda milliy eksportyorlarni eksport risklaridan sug'urta qilish. Demping. Demping ham demak yuqorida aytib o'tgan tashqi savdo siyosatini notarif metodlarini muhim dastagi. Demak, demping tovarni tashqi bozorda mamlakatga mavjud bo'lgan normal bahoga qaraganda past baholarda eksportga chiqarish bo'lib hisoblanadi. Buni ham o'z navbatida quyidagi turlari bor. Demak, sporadik demping, oldindan o'ylangan yoki ataylab qilingan demping, doimiy demping, teskari demping va o'zaro demping. Noiqtisodiy metodlar ham demak tashqi savdoni tartibga solishni muhim bir dastaklaridan biri. Noiqtisodiy metodlar ham o'z navbatida milliy rejim o'rnatish orqali va mumkin qadar qulaylik rejimini yaratish orqali amalga oshiriladi. Demak, milliy rejim deganda bevosita mamlakat o'zini yuridik va jismoniy shaxslariga yaratib bergan har qanday shart-sharoit bo'lib hisoblanadi. Demak, bu yerda mamlakat o'sha hamkor bo'lgan mamlakat rezidentlari ham foydalanishga ruxsat beriladi. Mumkin qadar qulaylik rejimida esa bir mamlakat demak 3-chi mamlakatga nisbatan yaratilayotgan qulay shart-sharoitlari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'sha afzalliklar va imtiyozlar o'z hamkor mamlakatlariga ham taqdim etilishi nazarda tutiluvchi huquqiy rejim bo'lib hisoblanadi. Endi tovar ayirboshlashda notarif usullar bu bevosita demak shartnomalar tuzish orqali, moliyaviy usullar orqali, logistika usullari va axborot usullari orqali amalga oshiriladi. Notarif cheklovlarni ta'siri. Demak, tashqi savdoni amalga oshirishda notarif cheklovlar qanday o'z ta'sirini o'tkazadi? Birinchi navbatda narxlarning o'sishiga, chunki notarif cheklovlar tovarlar narxini oshirishi mumkin. Chunki ular o'sha tovarlarning taqchilligini keltirib chiqaradi va xorijiy raqobatni cheklashi mumkin. Ikkinchidan, iste'molchilar tanlovining cheklanishiga olib keladi. Ya'ni notarif cheklovlar iste'molchilarning tanlovini cheklashi mumkin. Chunki ular ma'lum bir tovarga kirishni cheklashi yoki ma'lum bir tovarlar narxini oshirish orqali amalga oshiriladi. Uchinchidan, savdo samaradorligini pasaytirishi mumkin. Notarif cheklovlar demak savdo samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin, chunki bu yerda tovarlarni yetkazib berish biroz qiyinlashadi va xarajatlar ham ortishi mumkin. Notarif cheklovlarning ijobiy tomonlari, ya'ni afzalliklari nimadan iborat? Birinchi navbatda bu yerda mahalliy ishlab chiqaruvchilar nima qilinadi? Himoya qilinadi. Ya'ni notarif cheklovlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatchilardan demak himoya qilishda o'z afzalligiga ega.
Ikkinchi asosiy ustunligi ichki bozorda narxlarni boshqarish. Demak, notarif cheklovlar orqali bevosita ichki bozordagi narxlarni nima qilish mumkin? Boshqarish mumkin va muayyan tovarlarga bo'lgan talabni qondirish. Ya'ni notarif cheklovlar muayyan tovarga bo'lgan talabni qondirish uchun qo'llanilishi mumkin. Notarif cheklovlarning salbiy tomonlari albatta narxlarning o'sishiga, iste'molchilar tanlovining cheklanishiga, savdo samaradorligining pasayishiga hamda xorijiy hamkorlarni qiyinlashishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, notarif metodlar tashqi savdo tizimiga ta'sir qilishda muhim rolni o'ynaydi va ular tovar ayirboshlashga cheklovlar qo'llash orqali ichki bozorni himoya qiladi, narxlarni boshqaradi, boshqa maqsadlarda amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin, biroq ularning salbiy tomonlari ham mavjud, chunki ular narxlarni bevosita oshishiga olib keladi, iste'molchilar tanlovini cheklashga olib keladi hamda savdo samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ham biz notarif metodlardan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz kerak va ularni salbiy ta'sirlarini minimal darajada, demak, tushirish uchun harakat qilishimiz lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.